Kecha hurmatli prezidentimiz biz Andijon viloyatimizga tashrif buyurdi. Kechagi tashrifida viloyatimizdagi amalga oshirilgan islohotlar bilan tanishgan bo'lsa, bugun yakuniy yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mana shu yig'ilishda bugun men yoshlar yetakchisi sifatida ishtirok etdim. Andijon tumani Gumbaz mahallasi yoshlar yetakchisi lavozimida 2022 dan beri faoliyat olib boraman. Hurmatli prezidentimiz har safar uchrashuv qilganida, yig'ilish qilganida yoshlar masalasiga alohida e'tibor qaratadi. Bugun ham bugungi yig'ilishda kechagi yangi Andijonda Bobur shahri deb atalib, ana shu nutqida ham yoshlarga, Andijon yoshlarga, O'zbekiston yoshlarga yana qo'shimcha imkoniyatlar yaratib beryapti. Endi biz o'zi yilning boshida hurmatli prezidentimiz 10 fevral kuni yoshlar masalasiga bag'ishlab tarixiy uchrashuv o'tkazgan. Mana shu uchrashuvda muhim vazifalarni bergan. Shundan kelib chiqib yoshlar yetakchilari mahallada xatlov ishlarini olib bordik. Andijon viloyatida ham 851 ming nafar yosh xatlovni o'tkazdik. Bu bo'yicha 2025-yil balansini shakllantirdik. Ularda ijtimoiy holatdan, qiziqishdan kelib chiqib, ularni 3 toifaga ajratdik. Bugun hurmatli prezidentimiz bu bo'yicha alohida masalalarni biz oldimizga qo'ydi. Ya'ni mana shu yer ajratilgan, yer olgan yoshlarni kasb-hunarga o'qitish bo'yicha, bundan tashqari maktablarda birinchi smenadan tashqari ikkinchi smenada yoshlarimizni, mahalladagi yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmun o'tkazish bo'yicha bir qator topshiriqlar berdi. Endi biz ham mana shu yaratib bergan imkoniyatlarga, sharoitlarga javoban mahalladagi yoshlar bilan ishlashni ikki bosqichiga jadal suratlar ko'taramiz. Xudo xolisa biz ham hurmatli prezidentimiz yonida kamarmasta bo'lib bildirilgan ishlarni oqlashga va'da beramiz.